24 soat savob ishlash mumkin, bilasizmi? Xohlasizmi shunaqa hayot yashash? 24 soat savob ishlab yashaysiz. Qanday? Birinchi navbatda Allohim ruxsat ber, seni rozi qilib yashashga. Duo qilib so'raymiz Robbimiz. Chunki Alloh bizani shuncha yaratgan. Endi biz buni bildik, tushundik, qatdandir eshitdik, o'qidik. Allohim, yo Robbil alamin. Rahmon, Rahim zot. As-Sittir zot. As-Sabur zot. As-Somad zot. Buyuk. Podsholarning podshohi. Olamlarning egasi Robbim. Ruxsat ber, seni rozi qilib yashashga. Har bir amalim, har bir qadamim, har bir so'zim seni rozi qilish uchun bo'lsin. Ya'ni bu duoni davom ettirsak ham bo'ladi, ichingizdagilarni chiqarib. Ana endi deylik, menga yolg'on gapirgisi kelmadi. Nima uchun? Robbimning roziligi uchun. Deylik, bir yetimni boshini silagisi keldi. Nima uchun? Allohning roziligi uchun. Bismillahirrohmanirrohim. Ertalab turdingiz. Alloh sizga bergan tanasini ko'tardingiz yotoqdan. Allohim, men oyoqqa turdim, seni roziliging uchun inshaalloh kunimizni davom ettiramiz. Uydagilaringizga choy damlayapsiz. Ya'ni zavtrak tayyorlab beryapsiz. Allohning roziligi uchun. Chunki siz ularga xizmat qilyapsiz. Alloh roziligi uchun farzandlaringizni kiyintirdingiz. Alloh roziligi uchun turmush o'rtog'ingizni kulib, jilmayib, tabassum bilan yaxshi borib keling, kuningiz xayrli o'tsin deb yaxshi kayfiyat berdingiz. Ya'ni ishga kuzatib qo'ydingiz. Kim uchun? Alloh roziligi uchun. Deylik, turmush o'rtog'ingizni onajonisiga choy damlab berdingiz. Nima uchun? Alloh roziligi uchun. Farzandingizni kirini yuvdingiz. Nima uchun? Alloh roziligi uchun. Kitob ochib o'qiyapsiz. Nima uchun? Ilm olyapsiz. Alloh roziligi uchun. Allohni yanada tanish uchun. Uyingizni borka qilyapsiz. Nima uchun? Alloh roziligi uchun. Tasuvda yuvyapsiz. Nima uchun? Alloh roziligi uchun. Tushunasizmi? Oynani ochib xonangizni havolantiryapsiz. Nima uchun? Alloh roziligi uchun. Chunki hozir birpas turib bolalaringiz keladi. Bolalaringiz uchun xonani havosini tozaladingiz. 24 soat savob ishlab yashasa bo'lar ekanmi? Faqat xohlash kerak. Qiyin ekanmi? Yo'q. Endi hamma narsaga Allohning roziligi uchun deganingizdan keyin g'iybat qilgingiz keladimi? Yo'q. Namozni qoldirgingiz keladimi? Yo'q. Kimnidir so'kkingiz keladimi? Yo'q. Kimdandir xafa bo'lgingiz ham kelmaydi. Nimaga? Chunki kechiryapsiz. Nima uchun? Allohning roziligi uchun. Va Alloh sizni oldingizda hech qachon qarzdor bo'lib qolmaydi. Siz bir insonni Alloh roziligi uchun sizga qilgan xatti-harakatini kechirdingiz. Nima gunohingiz yo'q? Alloh bandasini oldida qarzdor bo'lib qolmas ekan. Buni bildik. Adolatli zot ekan. Buni bildik. Va'dasini bajaradigan eng, ya'ni oliy, ulug' zot, buyuk zot. Buni bildik. Kam bo'lasizmi Allohning roziligi uchun birovni kechirsangiz? Yo'q. Zarurmi ikki dunyo kechirmayman? U guruzni bo'yningizda tosh qilib ko'tarib yurish zarurmi? Kechira olmayman degani mayli, uni o'zi biladi. Kechira olmasa kechira olmas. Lekin Robbisini roziligini istagan odam menimcha kechirib yuborsa kerak. Chunki o'ziga yaxshi. Nima uchun? Ikki dunyosi. Birinchidan negativ yo'q. Biz endi tushundik-ku psixologiyada. O'ylagan narsamiz bizga qaytib kelar ekanmi? Zarurmi sizni xafa qilgan odamni o'ylab yurish? Uni energiya bilan to'yintirish? Energiyangizni o'zingizga sarflang, bolangizga sarflang, turmush o'rtog'ingiz bilan yaxshi yashashga sarflang, ilm olishga sarflang. Chunki kitob ochib o'qidingiz degani energiya sarfladingiz degani. Chunki fokusingiz o'sha kitobga ketyapti. Bu energiya. Jismoniy mehnatdan ko'ra aqliy mehnat odamni ko'proq charchatadi. Ong ishlang.
Jismoniy mehnatda nima? Ishlaysiz, yotasiz, uyquga to'lasiz, ya'ni og'riqlaringiz, charchoqlaringiz chiqadi, yana qaytib turasiz. Lekin bu o'qigan narsasini, o'ylagan narsasini, bunga kirgan narsa hali analiz bo'lib, tafakkur bo'lib, joy-joyiga kirib olgunicha, Chunki miyadagi fikrlarni, so'zlarni kontrol qilish qiyin. Iloji yo'q. Qisqa qilib aytganda. Ana endi mana gumoningizni poklang deganda menga savol berishadi. Qanday qilib? Ko'proq chiroyli so'zlar ishlating, ko'proq chiroyli kitoblar o'qing, ko'proq yaxshiliklarni ya'ni o'ylang. Eng birinchi navbatda eng chiroyli, eng zo'r so'zlar nima? Qaysilari? Allohning 99 ta go'zal sifatlari. U o'ylaganingiz sari Robbingizni yanada tanishni boshlaysiz. Qancha ko'p tanisangiz, shuncha to'ymaysiz. Tushunasizmi? Ilm ham o'ziga ummondek singdirib oladi insonni, prям o'ziga chaqirib oladi. Lekin dunyo ham shunaqa. Tanlov o'zingizda.